Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan yangi amaliy mashg'ulot ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi mavzumiz o'tgan darslarimizda amalga oshirilgan ishlarimizni so'roq shaklini ko'rib chiqamiz. Demak, biz oldingi darslarimizda ko'llarning batimetrik kartasini yaratish uchun Google Yer sayyorasi dasturidan foydalangandik. Bu Google dasturidan foydalanganda unda poligonni chizdik, TSX konverterga yuklab, uni koordinatalarini oldik. GPS vizualizerga yuklab, demak balandlik ma'lumotini oldik. Yana TSX konverterga yukladik va uni CSV formatga o'tkazib oldik. Keyin arpista to'ppa-to'g'ri raster kontur va bir qancha amallardan keyin natijani olgan edik. Endi aynan shu natija, demak, ko'lni olib, chizib, balandlik ma'lumotlari orqali qilgandik. Endi bu narsani yer yuzasida internet dasturlarida bir qancha sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarni bizga tekinga taqdim qiladigan tashkilotlar bor. Shular orqali demak buni chizishni ko'rib o'tamiz. Demak, ko'rib turganingizdek ish ancha soddalashadi. Demak, bular bunday dasturlarga misol qilib Aster, Shuttle Radar Topographic Mission, ALOS DCM, ALOS Pulsarni misol qilib keltirishimiz mumkin va bular bo'yicha demak hozir kartani chizishni ko'rib chiqamiz. Demak, oldin ArcGIS dasturini ishga tushiramiz. Bunda birinchi demak Aster ma'lumotini yuklab olamiz. Aster ma'lumotini olamiz. Keyin ko'llarni olamiz. Sizda e'tibor qilinglar. Demak, ko'llar har biriga koordinatalar bo'yicha berilgan va o'zingizga tegishli bo'lgan ko'lni olasiz. Hozir men bu yerda birorta bir ma'lum ko'lni tanlab olaman. Demak, 69-ko'lni olishim kerak ekan. Bu misol uchun albatta siz o'zingizga berilgan koordinatalar bo'yicha olasiz va buni eksport qilib olamiz. Data export data 69-ko'l deb belgilaymiz. Namoyish qilaymi deb so'rayapti. Demak, namoyish qilish kerak. Demak, endi klipdan foydalanamiz. Klip bizga ma'lum, klip data management yana bizga raster va vektor formatlar orasida kesishni amalga oshirish mumkin. Klip analysis esa faqatgina vektor va vektor orasida amalga oshiradi. Demak, 69-ko'l bo'yicha sun'iy yo'ldosh ma'lumotini kesib olamiz. Jarayon davom etyapti. Demak, jarayon yakuniga yetdi. Demak, bizni ko'limiz bo'yicha Aster ma'lumoti bo'yicha balandlik ma'lumotlari olindi. Endi bu bo'yicha demak biz batimetrik kartani tuzishga harakat qilamiz. Endi kontur buyrug'idan foydalanamiz. Clip Contour Spatial Analysis. Demak, bunda klip 4 dan va 2 metrdan ma'lumotlarni qo'yamiz. Demak, yuklab olindi. Endi balandlik ma'lumotlarini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Albatta joyiga kichikka qo'yamiz. Demak, mana bu ma'lumotimiz tayyor bo'ldi. Demak, bu bo'yicha orolning balandligi 94 metr va ko'lning eng chuqur joyi 82 metrni tashkil qildi. Endi buni tahlil uchun saqlab turamiz. Biz mana demak Aster deb saqlaymiz va keyingi buni olib tashlashimiz va keyingi ma'lumotni qo'shamiz. Demak, bizda keyingi ma'lumot Shuttle Radar Topographic Mission ma'lumoti bo'ladi. Demak, Shuttle Radar Topographic Mission ma'lumoti bo'yicha ham kontur bu ma'lumotdan foydalanamiz. 69 demak klip orqali kesib olamiz. Klip data management, yana endi demak Shuttle Radar ma'lumotini qo'yamiz. Yana o'sha 69-ko'l. Okay. Demak, bizda ma'lumot
kesib berildi. Shuttle radar topografik machine bo'yicha mana endi buni konturini belgilaymiz. Kontur spatial analysis. Demek biz shuttle radarının ma'lumotini kiritamiz va 2 metrdan yana ma'lumotni qo'yamiz. Konturni chizib oldik. Rangni o'zgartirishimiz kerak. Kontur bo'yicha oladi. Symbology endi buni rang bo'yicha ko'radigan bo'lsak, va demak bu bo'yicha ko'lning baland joyi 90 metr va chuqur joyi 82 metrni tashkil qildi. Demak, endi ikkala ma'lumotni bir-biri bilan solishtirasiz. Buning uchun demak ikkala ma'lumotni ham siz o'zingizda saqlab olishingiz kerak. Saqlab olish uchun demak bu jarayonlar sizga tanish. Bu bilan oldin ham ishlagansizlar. Demek her bitta ko'l bo'yicha ma'lumotlarni saqlab olamiz. Radar topografik machine bo'yicha chuqurligi demek metrda mana qo'yamiz masshtabni. Demek keyingi qo'yadiganimiz topshirdi tuzuvchi talabi qabul qildi. Demek ben şimdi tartibda shartli belgilarni ham qo'yamiz. Shartli belgilarni ham qo'yib ikkala ma'lumot bo'yicha balandlikni solishtiramiz va ma'lumotlarni taqdim qilishimiz mumkin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ishlarda omad.